Remonti bilan planirovkasini juda ham yorib yuborishibdi. 93 kvadrat metrga tushgan Novostroykaga kelganmiz. Bu xonadonga kirsangiz albatta sevib qolasiz. Mehmonxona qismidan boshlaymiz. Mehmonxonasini qarang. Qanaqa oppoqqina yarki bo'lib turibdi. Hamma mebel texnikasi bilan tayyor holatda. 9 qavatli binoning 3-qavatida Novostroyka Chilonzor tumanida joylashgan. Koridorimizda hamma xonalari razdeniy. Kirishimiz bilan mana bunaqa prixojniy shkaflari ham qo'yilgan. Shkaflarga e'tibor qiling. Qanaqa sifatli materiallar ishlatilgan. Remontda ham haqiqiy atachentasi. Oshxonasini qarang. Bu oshxonasini yangijon sevib qolmasangiz ham bo'lmaydi. Kuxni mebellarni qarang, qanaqa chiroyli qilib qo'yilgan, kenggina turibdi. Balkoni ham tor emas. Bilmadim, endi 5 metrmi, 6 metrmi, shunaqana yo'lda yuzida joylashgan balkonni ko'rishingiz mumkin. Remontini yorib yuborishibdi. Pulda ayashmagan, xullas mana shu xonadonimiz uchun. Sanujellar ham razdeniy joylashgan. Bu yoqda hojatxonasi va bu yoqda yuvinish xonasi joylashgan. Ko'rishingiz mumkin. Va bu kattalar yotoqxonasi bo'ladi. Bunda ham qarang, hamma sharoitini taxt-u naqd qo'ygan. Mana bu yoqda o'zini shkaflarigacha bor. Shkaflarning ichini qarang. Keng bo'lib turibdi, tor emas. O'zingiz e'tibor qilib qo'yasiz. Dizayni menga juda ham yoqdi, planirovkasi ham ajoyib. Skvoznoy ikki tomonlama oyna bo'lib turibdi. Mana bu joyimizda esa detskiy yotoqxona. Bunda ham hamma sharoitlari bor ekan. Xullas, Osiyo Stroy tomonidan qurilgan mana shu xonadonimizda sotilyapti. Chilonzor tumani, Oqtepa sohilbo'yi Novostroykasining oldida joylashgan. 142 ming $. So'ralyapti. Kelishadigan joylari bor. Mana bu nomerlarni qoldiraman. Batafsil ma'lumot olsanglar bo'ladi.